ayni damda ijtimoiy tarmoqlarda xalq tilida aytganda tapovutmos, aviator Korzinkada yong'in bo'layotganligi haqida xabar topdik va bu yerga joyga yetib keldik. Bu yerda yong'in o'chirish ishlari amalga oshirilmoqda va bu yerdagi yong'in hajmini yuqori bo'lganligi sababli yong'in o'chirishga barcha kuchlar jalb qilingan. Ushbu kuchlar jalb qilinishiga qaramasdan yong'in yanada alanga olishlari va yong'in davom etayotganligi haqida xabar berishmoqda. Hali yong'in sabablari o'rganilmagan va bu haqda to'liqroq ma'lumotni efirda kuzatib borasiz. Joriy yilning 31-yanvar kuni Yashnobod tumani Parking ko'chasida joylashgan aviator Korzinkasida soat 15:47 da yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushdi. Xabarga asosan qutqaruv ekipajlari aytilgan manzilga 16:53 da yetib kelib, yong'in 16:50 da qurshab olindi va 17:17 da to'liq o'chirildi. Aytilgan manzilda yong'inga 12 ta asosiy, 4 ta maxsus va 6 ta suv tashuvchi texnikalar jalb qilingan. Yong'in o'chirilgandan so'ng bunda surishtirishlar olib borish natijasida bir nafar fuqaroni jasadi aniqlandi. Fuqaroning yoshi, kimligi ma'lummi? Hozirda fuqaro 2023-yil tug'ilgan fuqaro ekan. 2023-yilda tug'ilgan fuqaroligi aniqlandi. Hozirda yana qo'shimcha ma'lumot beriladi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan qo'shimcha ma'lumot bo'lishi bilan beriladi. Aytilgan manzilga qutqaruv texnikalari yetib kelishi bilan birinchi navbatda barcha fuqarolarning evakuatsiya ishlarini amalga oshirilgan va barcha fuqarolar evakuatsiya qilindi deyilgandan so'ng ichkarida yong'in o'chirish ishlari kirishilgan. Zuhriddin aka, shunda do'konning ichida bo'ldimi yoki ikkinchi qavat ovqatlanish joyimi? Ovqatlanish joyidami? Yo'q, ikkinchi qavatda yong'in sodir bo'lgan. Hozirda yong'inning qayerdan kelib chiqqani hozirda tergovga qadar surishtirishlar olib borilmoqda. Dastlabki taxminni bera olmaymiz, chunki yerda aniq vaziyat yo'q. Hozirda Ichki ishlar vazirligi tergovga qadar surishtiruv olib borilmoqda. Barcha video kuzatuv moslamalari va barcha ishlar hozirda olib borilmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan qo'shimcha axborot albatta beriladi bu bo'yicha barcha ma'lumot aniqlangandan so'ng. Hozir o'sha alangani bartaraf etish uchun jalb qilingan xodimlar soni taxminiy nechta xodim? 200 ga yaqin odam bormi hozir? Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan 100 dan ortiq xodimlar, Ichki ishlar vazirligidan kursantlar va boshqa barcha ularda ham 100 ga yaqin xodimlar, barcha tegishli tartibda barcha xodimlar yetarli. Hozirda voqea joyida ishchilar ham ishlamoqda. Voqea joyini to'g'rilash va bartaraf etish bo'yicha. Ba'zi fuqarolarda aytishiga qaraganda, o'sha voqea joyida bo'lgan fuqarolarda aytishicha, bu yerda gazdan kelib chiqdi, chunki birdaniga olov sachradi va bu yerda qorong'ulik bo'lib ketdi, tutun to'ldirdi deyapti. Bu ehtimol qay darajada to'g'ri? Ya'ni portlash. Fuqarolarning taxminiy ma'lumotiga tayina olmaymiz. Qachonki rasmiy bayonot berilsa, Ichki ishlar vazirligiga hozir ish berilgan. Hozirda ularda tergov olib borilmoqda. Aniq ma'lumot bo'lishi bilan albatta Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot beradi bu bo'yicha. Xo'p, hozir siz bu yerda o'sha bir dona jasad topilganligi haqida ma'lumot beryapsiz. Yaralanganlar soni qancha? Bu yerda ko'rdik biz jarohat olganlarni biz bu yerga dastlab yetib kelgan vaqtimizda endi yong'in boshlangan vaqt edi va bu yerda ko'plab tibbiy xizmat ko'rsatilayotgani ko'zimiz bilan guvoh bo'ldik va kadrlarimizni o'qib Tibbiy xizmat bu yerga kelishining sababi ichkaridan binodan fuqarolar ko'plab fuqarolar evakuatsiya qilinishida ayrim fuqarolar sarosimaga tushadi, stress bo'ladi. Ularga dastlabki birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha yordam ko'rsatilgan, lekin tan jarohati bo'yicha hozirda ma'lumot kelib tushmagan. Faqat fuqarolarga stress bo'ladi, stress holati bo'ladi va qo'shimcha yordam kerak bo'ladi. Tez tibbiy yordam xodimlari shunga yordam bergan. Umumiy yong'in maydoni qancha? Yong'in maydoni taxminan 800 kvadrat metr maydon deb belgilandi. Tom qismida yong'in hozirda tom qismi yonganligi, ya'ni ikkinchi qavat yonganligi aniqlandi. Zuhriddin aka, qarang, hozir yong'in bo'lgan joyni yaqin atrofida ham yana bir nechta binolar bor. Ularga ziyon yetmaganmi? Yo'q, yaqin atrofida binolar, o'ta oraliq masofasi bor. Bu bino aviator binosi bitta butun bino hisoblanadi. Ya'ni aviator Korzinka savdo majmuasi. Bitta savdo majmuasining o'zida yong'in sodir bo'lgan. Atrofdagi qo'shni binolar, ko'p qavatli uylarga zarar yetmagan.